Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun men yana bir bor Nezirken. Bugungi videomizda biz hardcore'da o'lib qolsanglar bemalol tirilish uchun maxsus yangi loyiha ustida tajriba o'tkazib ko'ramiz. U loyiha polni ishladi, 100% ishlashiga kafolat beraman, lekin u faqatgina yangi versiyalarda qo'shilgan hardcore rejimiga ishlaydi. Menimcha u hardcore rejimi 1.21.51 dan boshlab qo'shilgan edi menimcha. Men o'ynayotgan versiya 1.26.30. U versiyada ham ishlashi kerak. Agar fayllar bir xil bo'lsa, bemalol ishlayveradi. Birinchi navbatda biz xohlagan bir hardcore world yaratib olamiz. Create new world va ko'rtirganlari hardcore rejimni yoqamiz va create ni bosib playni bosamiz. Endi world ochilishi uchun menda biroz vaqt ketadi. Tezroq ochilsa yaxshi bo'ladi, lekin telefonni tushunasizlar, unchalik kuchli emas. Android modida rahmat, addishi poddesh qilib 1K nima yig'ib berdinglar. Ko'rishda son 1K bo'ldi, lekin biroz xafa bo'lgan joyim ham bo'ldi. Shuncha odam ko'rdi, lekin like bosish ayrimlarni xayoliga keldi. Like bosganlarga rahmat addishi. Lekin keyingi video unchalik ham ko'p nima qilmadi. Hech bo'lmaganda 100 ga boradi deb o'ylagandim, lekin 100 ga bormadi. Lekin Androidda kanal ozgina bo'lsa ham ko'tarilib oldi. Lekin to'g'risi men Android videom shu uzog'i 50 ta qolib ketsa kerak deb o'ylagandim. Sababi o'zi meni videolarim unchalik ham ko'tarilmas edi. Xudo xolasa bugun kechga Ezerking bilan addishi yo Ezerking ya Dark Rosa ikkalasidan birisi bilan hardcore worldda survival bo'ladi. Modli survival. Mana menimiz ham ochildi. Jungle'da spamli ko'rtirganlardek jonli hardcore va endi biz o'lishimiz kerak. O'lish uchun eng qulay narsa bu daraxt bor ekan fakras. Yangi tepasiga Bemalol chiqish sal qulayroq bo'ladi menimcha. Hozir chirmoqqa osilib olsam. Bu yer ham shunaqa. Hammani sindirib olamiz. Yangi teparog'iga chiqamiz. Tezroq o'lish uchun bundan ham tepaga chiqamiz. Iloji boricha tezroq o'lish kerak. World yaxshi menimcha. Chidina kelajakda saqlab qolishi mumkin. Va men uchaman. Uchaman boshqani qilib qo'ydim. Voy. Qani boshqa uchamiz. Men uchaman. Bitta o'lish sal qiyin bo'lyapti. Suvga bo'kib o'lsam-mikan? O'lishning yana qanaqa usullari bor? Qumga bo'kib o'lish bor. Unda biz qumga bo'kib o'lamiz. Hardcore'da tez ketar ekan. Spectator world ko'rtirganlarda biz o'ldik. Va mana prosta biz nima o'ta olmaymiz. Chatga kirib cheat ishlatib o'tay desam iloji yo'q. Game nastroykasidan ham o'ta bo'lmaydi, cheatlar yo'q bo'lmaydi. Sabab bu hardcore. Java Edition'da boshqacha Java Edition'da cheatlar yo'q, bemalol survival yutib olasizlar. Lekin bunda emas. Ko'rtirganlarda cheatlarni yo'q ham bo'lmaydi. Hozir cheatlar qani? Mana activate cheat yo'q bo'lmaydi. Nima qilsanglar ham foydasi yo'q. Va biz dunyoni saqlab chiqib ketamiz. Loading done bo'ldi. Va hozir mana bu eshikni yopib qo'ysam yaxshi bo'lardi. Bu yerda shovqin boshlandi. Bo'ldi. Endi nima qilamiz? Endi biz albatta zarchevaga kiramiz. Boshqalar shu avvalgi navbat editorni ko'rgan bo'lsanglar, Word'da qanday chiqarib olishni sizlarga ham ko'rsatib o'tganman va biz to'g'ridan-to'g'ri zarchevadan foydalanamiz. Sabab meni avval Android versiyam 10 bo'lgan, hozirda 11. Word bo'limiga kirib, mana bo'lishi kerak. Dashaga nimalarni chiqarib olamiz? db level.old level name txt bo'ldi. Bularni chiqamiz. Va tayyor. Endi
Mana qilib buni o'chirib yo'qolma. Bu mani survival qilayotgan xat ko'rmayman. Va biz qayerga tushirib olamiz. Hozir men sizlarga ko'rsatish uchun mana bu yerga tushirib olaman. Sizlar xohlagan joylarga qo'yishlar mumkin. Download qilib kelsangiz qo'ysalar ham bo'ladi. Hozir men вообще papkalarni chalkash mana bu yerda ahvoli yomon ko'rib turganlaringdek. Shu sababli sizlarga oldin mana bu yerdan taxlab, keyin mana buni bu yoqqa o'tkazib videoni davom ettiraman. Bo'ldi. Endi nima qilamiz? Endi biz mana bu hardcore review html faylni aktiv qilib olamiz. Chrome orqali ochamiz. Ko'p turganlarda ochildi. Endi mana bu o'rtadagi tugmani bossak, bu bizdan to'g'ridan-to'g'ri fayl papkaga olib kiradi. Bu yerda biz boyagi zip faylimizni tanlaymiz. Ko'p turganlarda ochildi. Mana nimalar qildi? Fayl ochilmoqda. Zip faylni ochdi. Level.dat faylini topdi. Player has died. U necha marta o'lgan? 1 marta o'lgan. O'shani 0 ga tushirdi. Level.dat old hamma ham yangilandi. Keyin level.db log topildi va o'yinchi holati tekshirilmoqda. Tekshirib turibdi o'yinchi holatingizda ki player game mode degan o'yin rejimi o'shani survival ko'chirib qo'ydi. Keyin yangi world fayl tayyorladi va tayyor endi yuklab olishingiz mumkin dedi va tirilgan world yuklab olish, boshqa fayl bilan qayta boshlash. Biz tayyor nima qilingan world yuklab olamiz va biz buni fayllardan to'g'ridan-to'g'ri kiramiz. Fayllarga kirib, bu yoqqa o'tkazib, bunga kirib ko'tirganlaringdek, mana review zip deb berdi, lekin bizlar zip o'qimaydi. Sizlarga menimcha bu ishlashni boshlagan payti buni boshqacha nimada qo'ygan bo'laman. Bu zip emas, to'g'ridan-to'g'ri MC Word sifatida chiqarib beradi. Mana buni hujjatlar sifatida ochamiz va to'g'ridan-to'g'ri Wordga. Men telefonim faqatgina shu fayllarga kirib, nima qilib ishlatsanglargina to'g'ridan-to'g'ri Word'ni nimaga ochadi. Bo'lmasa umuman ocha olmaydi. Shu sababli shunga majburman. Yoki Telegramga tashlab, boshqatdan nima qilishim kerak? Telegramga tashlab, ustidan bosib, Minecraft kirib ketsam bo'ladi. Keltirganingdek, boshlandi. Word import started. Mana Word import finished. Hozir men boyagi Word'imizni faylni zachel o'chirib oldim, shunga bu g'alati bo'lib qoldi, lekin hozir o'sha Word qayta tiklanadi. Sizlar o'chirib tashlashingizga shart emas, men просто chakashib ketmasligi uchun buni o'chirib tashlagandim. Ko'rib turganingdek, mana bu kirib ham bo'lmaydi bunga. Ko'rdingizmi? There was a problem loading this Word. Error code 13. Ko'rib turganingdek, men buni boya o'yinni ma'lumotlarini o'chirib tashladim, shuning uchun shunaqa bo'ldi. Endi mana bu Word'imizga kiramiz. Don't kill delphin, you monster. O'z yana qilib yotadi. Nethercraftga kirish nimasini esa bundan oldingi videodan topasizlar. Bundan bitta oldingi videoni ko'rsanglar, o'sha yerda Nethercraft kanaliga qanday kirish bor. Nimaga esa hozir to'g'ridan-to'g'ri kira oladiganlar uchun aytib o'taman. Agar qayerligini bilmaydiganlar bo'lsa, nimadan nima qilasizlar? O'sha videoda aytib o'tganman, o'shandan kirasizlar. Men Nethercraft kanaliga kirish uchun kanal profiliga kirishinglar kerak. O'sha havolalar degan joyda birinchi Dark Rose'ning kanali, ikkinchi Nethercraft, uchinchi Ethercraft turibdi. O'sha Ether Mods, Ethercraft emas edi u. Nethercraft bilan Ether Modsga obuna bo'lib qo'ysanglar, adashib rozi bo'ladim. Dark Rose esa nimadir video chiqarmayapti. Menimcha faoliyatini to'xtatishga qaror qilgan edi. Men to'xtatmasligim mumkinligi aniq bilmadim. Va biz tirildik. Ko'rib turganlaringdek. Hech qanday soxta emas. Ko'rib turganlaringdek videoni umuman qirqmadim. Mana biz tirildik. Biz yana hayotga qaytdik. Esa o'lib qo'ygan taktiklarda ham shunaqa qilib bemalol tirilib ola olasizlar.
va tez orada navbatchi player navbatchi editor chiqadi. U o'yinchini inventorini nima qiladi? Nima deydi? Almashtiradi. Mana masalan inventorga biror narsa bo'lsa, yoki insert qo'shib qo'ysalar bo'ladi yoki boshqa narsalar. Garchi uni ham bir video qilib chiqaraman. Ungacha hammaga zombi. Hammaga videoni shu yergacha ko'rganlar uchun rahmat. Addishi va kanalga obuna bo'lib, like bosib, videoni addishi do'stlaringizga tarqatib qo'ysanglar, agar bu video ularga kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, ular funksiya uni Telegram kanalimdan topasizlar. Telegram kanalimiz kanal profilida havolalar bo'limida turadi. O'sha yerdan kirib bemalol topib, kirib buni ishga tushirib, o'rnatinglarni joylasanglar bo'ladi. Va bemalol yana hardcore o'lib qo'ygan takdirlarda ham mana shunday tirilib davom ettiraverasizlar. Lekin men uni biroz o'zgartirish kiritmoqchiman, ammo uni kanalga tashlamasligim mumkin. Sababi qanday o'zgartirishlar qo'shiladi? Hardcore'da o'tga cheatni yoqish va inventorini yoqish, har doim kun yog'maydigan qilish, shu funksiyalarni ham boshqarish imkoniyati qo'shiladi. Shu sababli har holda playerning nbt faylini bemalol nbt editorlar bilan boshqarishlar bo'ladi. Shu sababli tashlash mumkin, tashlamasligi ham mumkin. 50-50 tashlashni xohlasanglar Telegram kanalimda 50 ta obunachi qilsanglar, addishi tashlash mumkin yasab bo'lgandan keyin. Agar u o'xshamaydigan taqdirda sizlarga aytib o'taman, Telegram kanalimda nima qilaman? U o'xshamadi deyman. Bo'ldi, u bilan o'xshagan bo'lsa tashlayman, shu 50 ta obunachi bo'lgan tashlayman. Hozir videoni uzoq cho'zib o'tirmay, shu yerda yakunlayman. Videom 2 minut bo'lib ketdi. Kechga xudo xolasa hardcore'da modli survival boshlanadi. Videoni shu yergacha ko'rganlar uchun andishi rahmat. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni qoldirib qo'yishingizni so'rab qolaman va kim bilsa, menga bitta narsa yordam kerak, biladigan odam andishi yozib yuborsin. Telegram lichkasini olib olsam, o'sha odamni Telegramda gaplashib olamiz. Lekin Telegram lichkani bir tarqatish yo'q. Endi mana maxfiy nimaman? Nima deydi? Qarchi o'zingizlar tushunib olasizlar. Nimalarni maxfiy saqlashni yoqtiraman, ma'lumotlarni Telegramda gaplashib olamiz. Muammo shuki, meni nimamda, kommentariyamda havola tashlasam, havola o'chib ketyapti. Men tashlagan havola bo'lsa ham o'chib ketyapti. Lekin havolalarni bloklash o'chiq. Endi u muammoni taxminim bor, bitta taxminim bor. Bironta videoda yonib qolgan, o'shaniki bu yoqdagi videolarga ham o'tyaptimi deb o'ylayapman, lekin shunchaki taxmin. Agar shunaqa bo'lsa to'g'rilanadi va Telegram kanalimni kommentariyada topasizlar. Agar unaqa bo'lmasa, u ChatGPTdan so'rayman va kimdir bilsa aytadigan bo'lsa, addishi rahmat. Agar kanalini nima qilsa, yordami tegsa kanalda reklama qilib berish mumkin shu birorta videoda. Videoni montaj qilib o'tirish yoqmaydi, shuning uchun qayerda joylab ketaman kanalimni. Videoni shu yergacha ko'rganingiz uchun rahmat. Men videoni shu yerda tugataman. Hammaga xayr.